Assalomu alaykum bekajonlarim, xayrli tong. Bugun sizlarga og'izda eriydigan, tez tayyorlanadigan va eng muhimi kam xarj shirinlik tayyorlashni o'rgataman. Bu o'zim mualliflik qilgan retseptim. Avvaliga muzlatgichdan olgan margarin yog'imizni qirg'ichdan chiqazib 2 stakan un bilan bir xil massa hosil qilamiz. Keyin men muzlatgichdan shunaqa smetanali tvorog topdim, ozgina qaymoq va bir dona tuxumni aralashtirib, keyin unli massamga qo'shdim. 2 stakan shakar, o'zim yoqtirgan qulupnoy ta'mini beruvchi vanilin va razrixlitel, ya'ni qabartma tuzidan solib, yumshoqina xamir olamiz. Agar sizning muzlatgichingizda shunaqa sutli mahsulotlar qolgan bo'lsa, uni tashlab yuborishga shoshilmang. Shunaqa mazali pechenye qilib qo'ying. Aytgancha, videoda ko'rsatilgandek xamirimizni mushlamaymiz. Iloji boricha xamirni qatirib olmaslikka harakat qiling. Agar juda ham xamiringiz yopishqoq bo'lsa, menga o'xshab ozgina unlab olsangiz bo'ladi. So'ng margarin yordamida qo'limizni yog'lab, xamirimizga dumaloq shakl berib, xolodilnikka 10 daqiqaga qo'yamiz. Bu pechenyega men yuricha shakl berdim. Siz xohlagan shaklingizni berishingiz mumkin. 180 gradusda 30 daqiqa pishgandan so'ng yaqinlaringizga tortiq etishingiz mumkin.